Assalomualaykum yurtdoshlar, ish xizmatimiz Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Shodiyor G'azabek kanalimiz obunachilar va G'azabek qishlog'i Elgaldi mahallasida Avvatjon og'amizga tavallud ayyomlari ekan Malika kafesidan inshaalloh turibdilar. Albatta Ergashbek shoirti nomidan, Rossiyadagi shoirtlar nomidan tabriklab keldik. Umrlar uzoq bo'lsin, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Davom etamiz. Shodiyor G'azabek kanalida qoling. Eng zo'r videolar sizlar uchun. Davom etamiz. Rossiyada yurgan Ergashbek ukangiz, shoirtingiz nomidan tabriklab keldik. Shu sovg'alarni qabul qilasiz. Albatta shirliklar, tortlar ham bor. Farzandlar nomidan ham marhamat, qo'shiqlar bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Davramizga chaqiramiz. Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam. Tabriklaymiz. Hayotimga ziyokorim, shamsu qamar jonim dadam. Qiblagohim, buzrukvorim, siz mo'tabar jonim dadam. Hayotimga ziyokorim, shamsu qamar jonim dadam. Jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam. Avvatjon og'amizning shukrona kunlari muborak bo'lsin. Farzandlar baxtida sog' bo'lin. Xudo va yaxshi kunlarda kelib tabriklab o'tirish nasib etsin. Ergashbek og'am boshchilik barcha shogirdlar ukalaringiz nomidan tabriklaymiz. Farzandlar nomidan. Umri o'tib mehnat bilan, achchiq shirin zahmat bilan, choy ichmagan minnat bilan, yuksak nazar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam. Elda yurib kezib olam, kishi ko'rdim ancha men ham, topolmadim lekin odam sizdek kamtar. Jonim dadam. Elda yurib kezib olam, kishi ko'rdim ancha men ham, topolmadim lekin odam sizdek kamtar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam, jonim dadam, jonim dadam, yuksak nazar. Jonim dadam. Tavallud ayyomimiz muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Ulug' ayyom ro'zi Ramazon oyida shukrona kunlarini nishonlab turibmiz ekan. Albatta shoirtim anina Avvatjon og'amizni tabriklab borasiz deb Ergashbek ukangiz nomidan tabriklab keldik. Yaqinlar davrasida nishonlab turibsiz ekan. Albatta Shodiyor G'azabek gruppamiz nomidan tabriklaymiz. Farzandlar baxtına sog' bo'lin. Hamisha shularni to'ylarini qilib o'tirish, yaxshi kunlarinda yanında bo'lish nasib etsin. Buyum baxtına ham sog' bo'lg'aysiz. Iloyim mudom va yaxshi kunlar bilan tabriklash nasib etsin. Shu yerda yaqinlar turibdi, ukalarimiz, og'alarimiz turibdi. Keling esa yaqinlari yuzlanamiz, yaxshi niyatlari og'alarimizda eshitamiz. Marhamat. Barcha uka tug'ilgan kunlaring bilan
uzak ömür yürgeysen Hudaýym. Ballaryň bagtyna, bizleri bagtymyza sağama yürgeysen. İşleriňe rıvaj. Şu 100 yaşlara, 120 yaşlara girip Hudaýym ballaryny, aktyklaryny, çoğlaklaryny, rahatyny yürgeysen. Şu aktyklaram ülentirip oturgaysan Hudaýym turmuşa berip. Hemmemiz birgelikde şunun 100 yaşlara girgende şu yatıp oturmak nasip etsin Huda kalsa. Hemmenin kanadanda yaxşı günler toyla olsun. Şadiye bek rahmet. Sağ olun. Sağ ol buğaysız. Özünüzü toyunuzdan barıp hizmet ederken ayıklar bilen. Ya bugün Avaçanam yanında hizmete durtmuz. Tevellüt ayyamlar mübarek olsun. Yakınlar davrasında ağalarımızı yine yüzlenemiz. Yakşı niyetle bildiresiz. Merhamet. Tebriklemez. Köbeşlere diyeceğiz. 100 yıllık bir bileysen ben oturayımız. Allah'a rahmetini göreyim. Biyim ben dayansınlar. Biz uzak olsun. Hiç kasa keser olman. Baktığımızda sağlama yürüyeceğiz. Dostluğumuz ebedi olsun. Yamancım olsun. Bu Allah'a rahmetini göreyim. Baktıklarına toylarına tıpıdır nasip edeceğiz. Kısa rahmet. Selamet olun. Tebrikliyimiz. Yakınlar davrasında menimçe Reşitam en yakını. İşanadığınam Reşitam. Nüsündese işxanadan Reşitam oturada hem o. Gelin gelse ağamdan yaxşı niyatla alamız desem benden ketteler bad idi. Bugün özünüz ketteler davrasında sözlüsünüz. Merhamet. Yaxşı rahmet. Yani usta təbriklimiz olan gününüz bilen güzel yaşlara girin falan biyimden neyiz. Artık çocuklar rahatını görün. Artık çoluk yoğuluk Hudaýym görteyiz. Hem ben seni üçünü yaxşı gün bolsun mıdama. Indi adaşım var. Ben kesipdaşım değil mi? Şu an benim indi. Özün beraber mi? Adaş. Rahmet. Allah'tan şu tebriklimiz. Uzak yaşlılığımız. Şu gelin birbirinden denk arıp Allah'ına aktıran vaktine sağ olun. Şu bize şu şagirdiniz, ülkeniz sabında şu hizmette yaxşı günlere katnaşıp yürgeyimiz. Rahmet, tebriklimiz. Selamet olun. Aytganlaringiz kelsin. Tebrikliymiz. Davramizda Enver ağalarımız durupda ekan. Davramize qo'shilamiz. Yaxshi niyatlar bilan albatta tebrikliymiz. Marhamat. Yüz yaşlara girgeyse Avaçana gelmeyin bilen koşa karıgaysız. Balansı rahatına sol boğaysız. Selamet olun. Yana davom etamiz. Keling esa yaxshi niyatlar bilan tebrikliymiz. Avaçana 100 yaşlara girgeysiz. Şu farzandlaringiz vaqtına hamma sağ yürgeysiz. Ustamızsız. Tebriklimiz yana bir mertebe. Şirkana başır. Ata tebriklimiz doğan günümüzde 100 yaşlara girip bağlarına aktıklarını rahatlarını gördürmek neçilesi. Aytganlaringiz kelsin. Mudamo yaxshi kun to'ylarga kelib tabriklab o'tirish nasib etsin. Avaçana tebrikliymiz. Siz uchun sovg'a berdilar. Addining meni nomimdan esdalik bo'lib tursin dedilar. Esdalik etib Xudo xolasa uya borganda biyim bilan ochasiz. Hozir yashirib qo'yasiz. Lekin sinadi uni ichi. Bundan emasdan sinadi uni ichi. Xudo xolasa uya borib siz nasib etsa esdalik etib qo'yasiz. Shodiyor aka maktab beradi deb hali nasib etsa to'ylarga borganimizda ko'rsatasizmi? Albatta dilbandlar, farzandlar turibdi, suyanchiqlaringiz turibdi. Keling esa yaxshi niyatlar olamiz. Og'alarimiz ham bor ekan, davom etamiz ekan yaxshi niyatlar bilan. Rahmet. Gayet tebriklimiz doğanlar bilen. Uzak yaşlara girgeysiz. Sağ salamet boğaysız. Hem Allah'ın rahatını görüp aktıp çoluklarını sövüp oturgaysızlar. Rahmet. Aytganingiz kelsin. Hali depada Shanozaram o'tiribdi. Berdinglar Shanozaramimizni farzandini yuzlanamiz. Yaxshi niyatlarni olamiz. Keling esa. Ağda pek tebrikleme doğulan yıllarınız bilen uzak ömür dileymen. Şu ne bileyim ballarınızı rahatını görüp oynayıp gülüp size ballar eldinde. Şu ne bileyim bizler vaktimize sağlama yerin. Şu yaxşı gün toylar köp bularsa hemmenizi şunun şükürana gün ben tebrikliyorum. Avaçana tebrikliymiz yana bir bora. Davramizda yana farzandlar turibdi. 3 o'g'lingiz turibdi. 3 farzandingiz ham uylantirdingiz. Shular endi rohatini ko'rib o'tirib, ahtiq so'yib o'tirgaysiz. Albatta farzandlari yuzlanamiz. Kelinglarsa yaxshi niyatlar bilan atamizni tabriklaymiz axir. Marhamat. Tebriklimiz. Uzak ömür yürgeysiz. Baktığımıza sağ salamet yürgeysiz. Apam bilen den yaşaşıp. Tebrikliyim. İlan gününüz uzak olsun. Baktığımıza sağ yürüyün. Tebrikliyim ki. Uzak olsun. Baktığımıza sağ yürüyün.
Salomat bo'linglar. Farzandlaringiz baxtına hamisha biyim bilan sog' bo'lasiz. Avvatchana tabriklaymiz. Ina yaqinlar ko'rib turibdi. Quvondingizmi? Sizni tabriklaymiz deb shunchalar yugurib 3 kundan beri sovg'alarni qabul qildik. Herkese her yerden geldiler. Albatta yaxshi niyatlar bildirsangiz ergashamiz ko'radi, xudo xolasa. Marhamat. Yaxshi Adabek, yaxshi rahmat sana. Ergashbek, katta rahmat. Ömringiz uzoq bo'lsin Xudoyim. Sizlar ham yaxshi kunlarinda borib, men ham tabriklab o'tirgayman. Hammangizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Yana bir bora ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin. Navruz bayramlari ko'pini ko'rish nasib etsin. Ina ağalarımız siz uchun bugun ina ukamizni tavallud ayyomlari ekan, xudo xolasa tabriklaymiz deb me'morlar ham kutib turibdilar. Hali ikkinchi etajda me'morlar ko'p, hang. Xudo xolasa hamma iloddoshlarimizdan bugun yaxshi niyatlarini Javdatbek ukamiz suyum ketib oladi. Tezginda Shodiyor Bozorboyev YouTube kanalimizdan ko'rasizlar. Albatta esdalik bo'lib turadi. Xudo xolasa Shodiyor ukam gavada shu tavallud kunlarimda deb esdalik etib ko'rib o'tirasiz. Bizlar ruxsat berasiz, qatag'ana qarab yo'l olamiz. Shu sovg'alarni topshiramiz deb ovvatchanamizni tabriklaymiz deb keldik. Yaqinlar davrasida esdalik rasmlar ham tushamiz deb o'tirgan me'morlar jo'ralardan ham yaxshi niyatlar olaveramiz. Sağlık selametlik dileriz. Daima şu yaşlarıyla yerinden çok oturmak nasip etsin. Dostluğumuz bozulmasın. Sağlık selametlik olsun. Avvatçana 100 yaş dilimiz. Bağlantılı hem o yaxşı günde oturup daima nasip et. Hemen önünde şunu yaxşı günde oturup 100 yaşlardaki niye de şuna oturup daima nasip et. Yaxşı yapın, yaşamasın. Süperdenetlerin hizmetini görsün. Yaxşı avvatcan yorar şu tebrikliyim. Şimdi doğulan günleri köplerini getirikte şöyle tutup oturmak nasip etsin. Yaxşı, avvatcan təbrikliyim. Bunun yüzü olsun, bağlanan, aklan, vaxtına sağlaman olur. Bunun yübileyden köpünün bir yayıtı küpekte tepəsin. Vallahi rahatını görüp görmek nasip etsin. 100 yaşlardan bir şeydir. Təbriklə oturmaq nasip etsin. Tebrikimiz ömrünüz bak olsun. 100 yaşlar gidiyorlar şu an taşımasın. Şahit kalbimiz bütün Toy bayram dasturxon tükün Şahit kalbimiz bütün Toy bayram dasturxon tükün Barcha do'stlar shohira bugün Ustoz bugün siz tug'ilgan kun Barcha do'stlar shohira bugün Ustoz bugün siz tug'ilgan kun Derya olup taşa yürek